la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deganda yakka yagona Xudo bor. Yakka yagona. La ilahe illalloh Muhammadur Rasululloh. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Alloh eng yaxshi ko'radigan kalimalar. Buni to'xtovsiz aytib yurish kerak. Aytib yurish kerak. Tahorat bo'lsa ham, bo'lmasa ham aytib yurish kerak. Alloh yaxshi ko'radigan eng, masalan, la ilaha illalloh desangiz hadis muborak bor. Imom Suyutiyni Jami' Sag'irlarda keladi. La ilaha illalloh desangiz, bitta uchi labingizda turadi, nur, bitta uchi arshga chiqib ketadi. Biz ko'rmaymiz xolos, nur chiqadi. La ilaha illalloh deyishni o'zida. Hazrat Muso aytdilar: "Ya Robbiy, menga bir kalimani o'rgatgin, seni oldingda meni darajotim baland bo'lsin" dedilar Hazrat Musoga. Muso alayhisolatu vasallam Alloh taologa. Chunki u kishi kalimulloh, Alloh bilan bevosita gaplashganlar. Bevosita, hatto Jibril alayhisolatu vasallam siz ham gaplashganlar bu kishi. Shuning uchun kalimulloh deymiz. U zoti muborak Parvardigor Alloh menga bir narsani o'rgat, bir kalimani o'rgatginki, seni huzuringda martabam juda baland bo'lsin dedilar. Ya Muso, qul la ilaha illalloh dedi. Ey Muso, la ilaha illalloh dedi. Muso alayhisolatu vasallam buni ham aytadi-ku, bu oson-ku dedilar. Alloh taolo aytdiki: "Ey Muso, 7 qavat osmon va yerni hammasini tarozini bir pallasiga qo'ysa, butun koinot u hamma borliq la ilaha illallohni bir pallasiga qo'ysa, la ilaha illalloh og'ir keladi" dedilar. La ilaha illalloh kalimasi juda ham ulug'. Shuni aytgan odamdan saodatli odam yo'q. La ilaha illalloh. Ashhadu an la ilaha illalloh. Men Allohning borligiga, birligiga guvohman. Meni guvohlikka o'tasiz. Bir odam haq bo'lsa, shu haqligiga men guvohman deysiz, to'g'rimi? Yoki nikoh bo'layotganda shu nikoh bo'layotganiga guvohman. Yoki savdo bo'layotgan bo'lsa, savdoga guvohman. Mana shunga endi eng asosiy guvohlik men Allohning birligiga guvohman. Va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Allohning bandasi va elchisi, rasuli ekanligiga men guvohman. Bu juda ham ulug' kalima. Agar buni tushunib aytadigan bo'lsak, tahqiq bilan aytadigan bo'lsak, qalbimizdan butun shirk, yomon hasad va hammasi yo'q bo'lib ketadi. Avliyoullohlarda shunaqa bo'lgan. Shuning uchun buni ko'p aytib yurish kerak. Jaddidu imanakum. Rasululloh alayhisolatu vasallam aytdilar: "Iymoninglarni yangilab turinglar" dedilar. Kayfa nujaddidu ya Rasululloh? Qanday yangilaymiz iymonimizni dedi? Aksiru min qawl la ilaha illalloh dedilar. La ilaha illalloh kalimasini ko'p aytinglar, iymoninglar yaraqlab turadi dedilar. Munavvar bo'lib. Shuning uchun ko'p aytish kerak. Afzaluz zikr la ilaha illalloh dedilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mana azkorda ham bor, o'qisanglar. Azkor kitobida, Imom Navoiyning kitoblarida shu ko'p aytish kerak la ilaha illalloh. Bu Allohning huzurida eng martaba beradigan, qiyomat kunida tarozimizni bosadigan ulug' kalima. Va bunga guvoh ashhadu abduhu va rasuluhu. Men ham bandaman. Men iloh emasman, men farishta emasman dedi Rasululloh. Meni maqtamoqchi bo'lsanglar, oldin abduhu deb aytinglar. Alloh banda, u kishi Muhammad ham banda, inson deb aytinglar. Undan keyin va rasuluhu. Undan keyin payg'ambar deb aytinglar dedilar payg'ambar. Mana buni demak, biz birinchi qiladigan mo'minlikni hammamiz o'zimiz farzandlarimizga o'zimiz qiladigan shu kalimani yaxshi o'rganib olishlik.